qarab tur, boqmayman. Hey! Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Men mazza sizlar o'rayapsiz-ku. Voy, sen shunaqa aqllimisan? Men seni qochirib yuboraman hozir. Men ortiqcha gapirganim yo'q, bolalar. Tinchlik bo'laversin. Ishon, men seni qochirib yuboraman. Davay yo'lingdan qolma. Sen gap tushunmaysanmi deyman. Hozir shuni qo'raman, butun umr esingdan chiqarmaysan. Bo'ldi aka, siz haqsiz. Salomat bo'linglar, shu turdimni. Salomat bo'linglar. Ko'rdingmi? Bittada o'chirib qo'ydim. Aql yetmaydi bunaqalarni menga. Taniysanmi o'zi bu bolani? Qattan taniyman. Bitta shapaloqga arzimaydigan duxta. Shahram G'iyosov, boksyor bu, chempion. Yo'q. Ha, o'zi bunaqa vaziyatlarda o'rtoq shallaqlik qilib, tilini aylantirgan emas. Chiroyli muomala qilgan yutib ketadi-da. Kuchi yetsa ham o'zini chiroyli ushlab turgan kuchli hisoblanadi. Lekin yarim tudarga uxlerding shon. Bratga gap yo'q. Chiroyli muomalasi bilan seni o'chirib qo'ydi. Yur, ketdi.